No, let's be honest. Nobody cares about what's happening to the Uyghurs, okay? You bring it up because you really care, and I think that's nice that you care. The rest of us don't care. Amerikadagi dаңлык радио каналларының бірі болған Әммейлән ішіде, яғни All In программасының 17 январдагы нәқ майдан сөhbətində Amerika сода сахасыдагы миллиардер, Amerika баскетбол бірләшмәсе NBA қармығыдагы жаңчылар командасыға мәбләғ сағучы кішілерінің бірі болған Чамас Палихаптия сөhbət сайыпханының Uyghur qırğınçılığı haqidagi bayonini Uyg'urning ishi bilan bizning nima karimiz deb qiqib edi. Mazkur programma tarqatilgandan keyin butun dunyo miqyosida yomg'irdak tanqidga va ayblashlarga duch keldi. No, let's be honest. Nobody cares about what's happening to the Uyghurs, okay? You bring it up because you really care, and I think that's nice that you care. The rest of us don't care. I'm just telling you a very hard... Wait, you're saying you personally don't care? I'm telling you a very hard, ugly truth, okay? Of all the things that I care about, yes, it is below my line. Okay? Of all the things that I care about, it is below my line. Disappointing. 3 milyondan артык киши көргән бу сөhbәттә Сайыпхан Джейсон Калаканис Америка президенты Джо Байденның Уйгыр мәҗбүри әмгекене чәкләш кануныга имза куйганлыгы хакында сөз кылган булып, нәтиҗәдә халыкаралык мәбләг селиш мохитida сакланып аткан бер тарихи илләтне оттырып куйган. Шу катарда у уйгырлар кыргынчылыгы учрап атканда bir кысым мәбләг салгучыларның zamonaviy qullar әмгегегә чечишлек сахадан мәнфәәтләнишне тәнкыйтлаган. Әмма Чамасның юстуран алда buningga qarshi chiqishi hamda men uchun bu ishlar oldi bilan o'ylashadigan masalalar emas deyishi Amerika soda sohasida saqlanayotgan bir yoshirun fikrni oshkor ifodalagan. Mazkur suhbatga oldi bilan NBA'ning topchilaridan Anas Kanter keskin inkas qaytardi. How do you feel when you see that? I remember we had a game today at 12:30. And my manager texted me this video right before the game. And first of all, I couldn't believe it. I was very angry, very disgusted, and very disappointed. And, you know, his comments were so... I was like, I couldn't focus on the game because of his comments. I mean, you look at the Uyghur people, what's happened to the Uyghurs is one of the worst human rights abuses in the world today, and there is a genocide happening while we're talking right now. And him going out there and saying I could care less is a shame and it is disgusting. U Twitter betida buni tanqidlab, NBA har qachon adolat haqida so'z qilib kelyapti. Ammo o'zining ruhini pulga setayotgan chamashqa o'xshash kishilarni unutib qolmayli degan. Amerika Tashqi ishlar ministerligining sobiq ministri Mike Pompeo buni ayblab, agar NBA rostla adolatni yoqlaydigan bo'lsa, ular tezdan Chamasning fikrlarini inkor qilishi, shuningdek Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarni qirg'inchilik orqali bostirayotganligini ayblash lozim degan. Amerika Tashqi ishlar ministerligining sobiq yordamchi sekretari Tom Malinowski bu suhbatga baho yozib, Amerika tuprog'ida turib Xitoy hukumatiga taqsirkashlik qilayotgan shuncha ko'p bosh direktorlar davlatimizdagi tengsizlikni tanqidlab armayotdi. Ammo Amerika Davlat Majlisining Uyg'ur qirg'inchiligi bilan kori bo'ladi dedi. Shuningdek, milliarder Chamasning Uyg'ur qirg'inchiligi zodi rasmiy yolg'onmi? Xitoy Kompartiyasi diktator emas. Amerika hukumatini amaliyotda Xitoy Kompartiyasidan yaxshi deb ketkilimi bo'lmaydi degandek savollarni masxara qilgan. Kelkundek yamrab kelayotgan tanqidlar oldida 18 yanvar kuni Chamas so'zini o'zgartib, men suhbat programmasini qayta anglab chiqqandan keyin o'zimda yurtdoshlik tuyg'usining kamchil ekanligini his qildim. Kishilik huquq masalasi mayli Xitoyda bo'lsin yoki Amerikada bo'lsin, u hamon muhim degan. Jangchilar basketbol komandasining hay'at idorasimi bayonot e'lon qilib, Chamasning fikri faqat o'zining shaxsiy qarshining ifodalanishi xolos. U hargizmi bizning maydonimizga vakillik qila olmaydi deb o'zlarini bu ishdan ner tatgan. Ma'lum bo'lishicha, Chamas Palihaptiya 1976-yili Sri Lankadagi bir ko'k nomrod dehqon oilasida tug'ilgan bo'lib, balalik mazgilda ota-onasi bilan birlikda qochoqlar to'piga agishib Kanadaga kelib yerlashgan. Kanada hukumatining qutqizish yordami bilan cho'ng bo'lgandan keyin oliy maktabda o'qigan va bir mazgil Facebook idora hay'atida ishlagan ekan.